Sizlarga yangiligim bor. Meni bir ukam bor, Abdulloh degan. U bilan biz ulanib o'ynamoqchimiz jonli holatda. Sizlarga yoqadigan umiddaman. Qani unda boshladik. Mana men jonli holatda kirdim. Uzr-uzr muammo bo'lib qoldi. Mana, to'xtab tur Abdulloh. Mana bu Abdulloh bilan jonli qilib ulanmoqchi. Sizlar bilan Abdullohman men. Mana ular ham tanishib oldik, demak, birinchi boshladik. Urmay pilot. Men daraxt olib kelib, Men qo'y topib o'ldirib turing. Da. Qo'y o'ldirib divanga kerak bo'ladi. Bilmagan narsalarni o'rgatib ketishga men xohlayman. O'zi aslida maqsadim ham shu. Minecraftda bilmagan narsalaringizni men o'rgatib boraman. Biz necha qo'y topaylik uxlash uchun. 0 dan boshladik. Shuni bilib qo'yinglar. Qiziq bo'ladi bu o'yin o'ynaganlar uchun. Men ham qo'y topdim, o'ldiraymi? O'ldir. 4 ta bo'ladi, shu bilan qo'yimiz. Voy, men ham tushib ketdim. Endi o'ldiraman deb kasal Mana qataman. bitta qo'y topdim. Ana, ko'rdim. Ana, menda 3 ta qo'y bor Abdulloh, senda nechta qo'y bor? Bitta. Hozir yana bitta tepadagina o'ldiraman. O'ldir, divan yasashga yetadi. Keyin daraxt yasab, uy qurib bir joylab Bitta qo'yamiz. to'rttamidi? 3 ta bor. Menda 2 ta, yana bitta topsa. Buni ko'rdim men. Sen ko'rmaganman, seni ko'rdim. Ovqat ham topdim. Qani? Sherni? Ashta turib turing, men o'zimga kerakli aslahalarni. Menga ham qurol yasab ber. Toshdanmi? Toshdanmi, yog'ochdanmi farqi yo'q. Hozircha toshdan ham bo'laveradi. Voy. Mana bu tovuq. Iploq. Go'shini olaylik. Ana, menda 3 ta qo'y bor. Senda nechta qo'y bor? 3 ta. Menga ber. Hozir. Nima qilmoqchisan? Qanisi? Arqingda turibman-ku. Tosh qaziyapman. Ber menga. Men divan yasab turaman. Oling. Oldim. Do'stlar, biz divan yasaymiz. Divan yasash uchun bizga daraxt kerak ekan. Daraxting bormi? Daraxt? Daraxting Ha, bor. bo'lsa ber. Men chopib yurmay. Oling. 9 ta daraxt yetadi deb umiddaman. Yetadi. 2 ta divan ketdi. Ana do'stlar, 2 ta divanni ham yasab oldik. Abdulloh, sen ishingni qilaver. Men daraxt olib turaman. Xo'p. To'xtang, sizga hozir bolta yasab beraman. Yo'q, men o'zim ham yasab beraman. Sen ishingni qilib tur. Ovqat ham topdim. Okey. Qochyapsan. Sen men uy qurishni tavsiya beraman. Bo'ldi, men uy quraman, siz qorinni to'plash uchun yeguliklar topib keling. Topyapman o'zi. Aytgancha Abdullohning ham kanalini pastga qo'yib ketaman. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videoni oxirida kanaliga qo'yib ketaman. Molni nimaga o'ldirasiz degan maqsadlaringizda o'zimizga biz nitsam bo'ladi. Maslahalar yasashimiz mumkin. Ustimizga kiyim yasashimiz mumkin bo'ladi. Bu teri bizga asqotadi. Qatnay bular. Ana bir mol qasam. Yo'q, qochma, qochmaysan. Qo'y, hozir yo'q edi-ku. Qiynalib ketdi. Mayli, yasab ber. To'xta, qo'y. Ana. Menda ovqatlar bor.
Molni ko'rdim, orqasidan urdim. Hamma o'laman. Do'stlar, Keling. ber. Oling. Qilich, Kirka ham beraman. kirka ham ber. Boltang bormi? Ha, bor. Hozir beraman. Haligi sendachi, kanga bormi, zizi bormi degandan bo'lyapti-da. Bo'ldi, ishingni qilaver endi. Uy qur tezroq. Qayerga qurishingni tavsiya aytaymi? Aha. O'zingiz bitta joy toping. Men o'shani hozir kerakli resurslarni olib kelaman. Mayli. Men qo'y topdim. Ko'zlari 2 marta urishimda o'ldi. Qayerga uy qurmoqchimiz? Tavsiya ber. Bir tekizroq joyda toping, o'sha yerga uy quramiz. Menimcha men topdim. Bo'pti, mayli, men unda nima topay? Olma topdim, yaxshi. Haligi oltin olma qilishga yaxshi olma topdingiz. Qayerdasan? Ko'rganim yo'q-ku seni. Abdulloh, qochib ketding. Abdulloh. Ko'rdim. Mana ketyapman yoningizga, joyingizdan qimirlamay turing. Ha, bo'ldi, men ham seni ko'rdim. Kenglida Menga ko'rding-a? ovqat bering. Mayli, beraman. Men Motor ularni o'zimga olay. pishiraman. Mayli, bo'pti, men ol. Bering, men pishirib Ol. beraman. Men pishirganlardan yeyman. Arqamdan kelsang, men bitta joy topdim, mana kengroq ekan. Hozir men tosh qazib kelay, pechka yasashga. Ha, mayli, men bu yerda bo'lsam uy qurib turaymi? Ha. Bo'pti. Men resurslarni topib kelaman. Tosh, shunaqa narsalarni. Mayli, o'zing berasan. Do'stlar, uy qurishda davom etamiz. Minecraftda yashash qiziqroq jonligida. Lekin agar jonsizda o'ta ham oson, nima topishlaringiz? Uni o'g'irlaydi ekan. Mayli, ishimizni qilaylik. Do'stlar, biz bu yerdan mollarni terisidan o'zimga mana shilem yasadim. Shilemni men kiyib olaman. Ana, yarashdimi? Yarashadi, nimaga yarashmas ekan? Abdulloh, senga ham shilem yasab beraman, xotirlanma. Bo'ldi, xo'p. Donim bittaga ko'paydi. Ha. Joydan uy qurish mumkin emas. Menga teng. Nima qilyapsan? Ovqat pishiryapman. Hey, u bloklarni menga ber, blok. Mana sizga boshqasini beraman. Daraxt. Oling. Daraxtdan uy qurmayman-ku. Daraxtdan uy qurishingiz mumkin. Tosh ham beraman, to'xtang. Keling. O'zimga bolta topdim. Ha, eshik topdim. Sandiq topdim. Qayiq ham olaymi? Qayiq? Qayiq kerak bo'lib qoladi. Kerak bo'lib qoladi. Olavering. Temirdan kirka yasadim. Maligi mashinaga endi uy quramiz. Da, unda men tezroq daraxt topaymi yoki nima topay? To'xtang, men hozir daraxt topaman. Siz naqa toping nere? Anaqa. Loymi yoki toshmi? Ha, tosh toping siz. Tosh. Men daraxt topib kelaman. O yerda toshim bor. Ovqatlar ham topaman. Ha, demak yaxshi. Qani unda boshladik. Keyin o'zimizni polimizni quramiz. Keyin non ham yasagin. polimizni qora oq qilib chiqamiz. Shaxmatga o'xshagan. Mayli, sening fikring ham. Do'stlar, sizlarning fikringiz ham bizga qiziq bo'ladi. Shuning uchun kommentda fikrlaringizni yozib ketinglar. Menga fikrlarni nima qilishimizni yozib ketinglar. Do'stlar, mana ham kechqurun ham. Bizda ham hayotda ham kechqurunga tushdi. Abdulloh, qanisan xayrlash. Kel yonimga. Yonimga kel, bilas, qayerga qo'yapsan? Ha, do'stlar. Mayli, Abdulloh ertagi qismlarigacha ko'rishguncha. Mayli do'stlar. Yaxshi dam olinglar. Endi kirganlar esa
videoni oxirigacha ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa, like va pastga tugmasini bosib qo'yinglar. Rahmat.